Sizlar ham eshitdinglarmi? Bitta keksga to'ymagan chiqib olib kekslab yotgan ekan. Majburlash bu keks emas, majburlash bu keks emas. Sayrab yurar bulbuling, bulbuling, bulbuling. Mana bu kupletida keks emas bo'lmasa, shu keks so'zini S harfiga o'zgartirsak, yana ham aniqroq bo'lardi. Menimcha odamlar yana ham yaxshiroq tushunardi. Imomda sayrab yurar bulbulingda, deb ovoz beraymi? Bulbuling deyman. O'zicha mana shu xotin farosati bilan rasman ajrashgan ko'rinadi-da. Avvaliga popishini, tutini, mammalarini rosa reklama qildi. Qarasa odamlar indamayapti. Keyin endi keksning targ'ibotiga o'tyapti. Bu xotinga umuman gapim yo'q, lekin eriga murojaatim bor. Og'ayni, xotining bilan qanaqa keks qilasan, o'zing bilasan, bizga umuman qiziq emas. Xohla og'ziga keks qil, xohla orqasiga. Bu ham seni shaxsiy ishing. Lekin xotining ommani oldiga chiqib fikr bildirayotgan payt kekslayotgan og'zini iltimos o'chirib qo'y. O'zimiz bilamiz qanaqa keks qilish kerakligini. Bizga o'rgatish shart emas. Agar keks qilishda o'zingning muammoing bo'ladigan bo'lsa, bizga kel, yordam beramiz. Og'ayni, bulbulcha borligi erkaklikni anglatmaydi. Agar bulbulchang bo'lib xotiningning ustida lochinday turmasang, bulbulchangni kesib tashlasang ham bo'laveradi. Men senga qanday yashashni o'rgatmoqchi emasman. Xohlaganingcha yasha. Lekin ommani oldiga chiqib gapirayotgan payt sal farosatni ishlatish kerak-da. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va hukumatiga qisqagina murojaat. Men juda ko'plab chiqishlarimda buzuqlik targ'ibotini taqiqlanglar deb kelyapman, lekin fikrlarimni hech kim eshitmayapti. Xuddiki jamiyatda buzuqlik targ'ibotidan kimdir manfaatdorday. Baraka topkurlar, iltimos sizlardan O'zbekiston Respublikasining qancha aholisini imzosi kerak bo'lsa, mana men yig'ib beraman. Mana shu buzuqlik targ'ibotini taqiqlanglar. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turganlaringizdek bu kekschilar yaxshi gap bilan odam bo'lmayapti. Agar bu jamiyat kekschi bo'lib ketishini xohlamasalaringiz, ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga spam bosinglar. Ushbu murojaatimiz keng ommaga yetib borish uchun like bosib maksimal tarqatinglar. Bu sizlarning mana shu jamiyat uchun qilgan eng katta yaxshiliklaringiz bo'ladi.